Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Word dasturida qanday qilib jadvallarni to'g'ri tayyorlashni o'rganib olamiz. Demak, bizning vazifamiz ko'rib turganingizdek, mana shu ruxsatnomani Wordda tayyorlab olish. Demak, birinchi navbatda biz Word dasturiga kirib olamiz. Kompyuteringizdan Word ilovasini ochib olamiz. Mana Novi dokument. Demak, ana endi jadvalni tuzishni boshlaymiz. Ekranni ikkiga bo'lib qo'yganim menimcha qulayroq, har doim ko'rinib turadi. Demak, mana bizning vazifamiz shu jadvalni yasash. Demak, birinchi navbatda ko'rib turganingizdek ruxsatnoma so'zi yozilgan va jadvalga e'tibor beradigan bo'lsak, oq qog'ozimizni chetlarida juda ham joylari oz qolgan, ya'ni poliyasini to'g'irlab olishimiz kerak. Word dasturiga kirganimizdan keyin maket bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan poliya degan joyini topib, ustini belgilab qo'yamiz. Mana poliyalarni to'g'irlab oldik. Ana endi ruxsatnoma so'zini yozishim kerak. Ruxsatnoma so'zini adashmasam Times New Roman shriftida yozilgan, 14 razmerda yozamiz yoki 20 razmer qo'yib qo'yamiz. Ruxsatnoma nomer belgisini kompyuter tilini ruskiga o'tkazib, shift bilan uchni bosib, nomer belgisini qo'yib olamiz. Pastki chiziqcha. Va if deb yozilgan ekan. Endi bu so'zni belgilab, jirni glavniy menyusidan j ustiga bosib qo'yamiz. Mana yana ham kattaroq qilishimiz kerak ekan, 20 dan ko'ra menimcha 24. Ana endi bu so'zni o'rtaga qo'yishimiz kerak. Shu sababli glavniy menyudan mana Vyravnet по центр qismini belgilab qo'yaman. Endi enter tugmasini bosib pastga tushamiz va yozishni boshlasam, demak bizda jirni funksiya yoqilib qolgan, uni o'chirib qo'yaman. Matnlarimni 12 razmerga qaytarib olamiz. Endi ingliz filologiyasi fakulteti so'zi yozilgan ekan. Mashta biroz yaqinroq olib kelib oling mana. Fakulteti filologiya va tillarni o'qitish. Ingliz tili. Ta'lim yo'nalishi. Pastki qatordan matnlarni kiritib olamiz. Qilicheva Marjona Sharif qizining qoldirilgan darslarni qayta o'zlashtirishini hisobga olish. Varaqasi. Ana endi so'zlarni biroz to'g'rilab chiqishimiz kerak. Demak, bizda filologiya va tillar tepada mana kerakli so'zlarni belgilab olamiz va jirnida yozilgan ekan, j ni yoqib qo'yamiz va kursiv k ni ham yoqib qo'yamiz. Mana kursiv ko'rinishga keltirib oldik. Guruhi degan so'zimiz bizda kichkina harfda ekan, buni belgilab, glavniyda demak, harflarni almashtirib olsak ham bo'ladi. Mana все строчный qismini tanladik, kichkina harflarga o'tkazib oldik. Talabasi, bu ham bizda kichkina ekan, katta harflarda ketib qolibdi. Mana to'g'rilab oldik. Ism, familiya hammasi kattada yozilgan ekan. Demak, buni belgilab, все прописано va jirni. Mana va kursiv holatga keltirib qo'yamiz. Va varaqasi so'zi ham bizda jirnida yozilgan ekan. Ana endi tepadagi so'zlarimiz tayyor holatda. Mana ko'rishingiz mumkin, bir xil chiqdi. Endi bizning maqsadimiz matnni chizib oldik. Endi jadvalni chizishimiz kerak. Jadval chizayotganimizda odatda eng ko'p qatorlar sonini sanab chiqishimiz kerak. Bizga nechta qator kerak bo'ladi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 qator ekan. Eng ko'pi. Va ustunlar sonini ham xuddi shunaqa sanab chiqamiz. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 ta ustun. Demak, 7 ta ustun va 18 qatordan iborat jadval kerak bo'ladi. Odatda Wordda jadvallar qanaqa chiziladi? Vstavka bo'limiga o'tamiz jadval chizish uchun va tablitsa qismini ochamiz. Mana tablitsani tanladik. 7 ta ustun 18 qator. Bizda maksimum 8 qator ekan. Shu sababli stavit tablitsu qismini belgilaymiz. Va ustunlar sonini yozamiz. 7 ustun bo'lsin, ikkini o'chirib 18 ta qator bo'lsin va OK tugmasini bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek, 7 ta ustun 18 ta qatordan iborat jadval kerak bo'ladi. Faqat jadvalimizga biroz o'zgartirishlar kiritilgan ekan. Qaysi qismlarini to'g'rilab chiqishimiz kerak. Endi ahamiyat beradigan bo'lsak, fanning nomi bu bitta kategoriyada yozilgan, o'qituvchining familiyasi sharifi bitta kategoriya, 3-ustundan boshlab kategoriyalar o'zgargan biroz. Ya'ni mana tepadagi qoldirilgan darslar bu ikkita kategoriyani birlashtirib yuborilgan. Shuning uchun kategoriyalarni birlashtirishimiz kerak bo'ladi. Demak, 3-ustun. 1, 2, 3-ustundan ikkita kategoriyani belgilab olamiz mishka bilan. Mana belgilab, undan so'ng Word menyusida tepada maket qismiga o'tamiz. Mana maket qismiga o'tib, bu yerdan объединить ячейки, mana объединить ячейки degan qismini topib olishimiz kerak. Buni bitta bosadigan bo'lsak, bu kategoriyalarni birlashtirish uchun ishlatiladi mana. Ana endi ko'rib turganlaringizdek tepada bitta qoldi. Endi fanning nomi bu ikkita kategoriyani, ikkita qatorni belgilab, yana объединить qilib yuboramiz. Mana bitta butun bo'lsin va bu ikkitani ham belgilab, объединить birlashtirib yuboramiz mana. Xo'p, buni birlashtirib bo'lganimizdan so'ng pastda bitta kategoriya qolishi kerak ekan. Demak, hamma qatorlarni belgilab, oxirida bitta qoldiramiz mana. Va bularni ham maketga o'tib, объединить ячейки qilib birlashtirib qo'yishimiz kerak mana. Qatorlarni belgilab, объединить ячейки bilan birlashtirib qo'yamiz mana. Mana jadvalimizning maketi qisman tayyor bo'ldi. Qayta o'zlashtirish deb yozilgan ustunimiz mana bor. O'qituvchining imzosi mana bu ham birlashtirib yuborilgan kategoriya ekan. объединить va oxirgi ustunni ham belgilab birlashtirib qo'yamiz. Mana объединить. Demak, jadvalning maketi tayyor bo'ldi osonlik bilan. Ana endi biz matnlarni kiritib chiqishimiz kerak. 11 shriftda yozib ko'ramiz. Times New Roman shriftda mana 11 fanning nomi so'zini yozishimiz kerak ekan. Xo'p, keyingi o'qituvchining familiya, ism, sharifi mana. Bu kategoriya bo'lsa, qoldirilgan darslar so'zini yozib qo'yamiz. Sana yozilgan va soat yozilgan ekan. Keyingi ustunga qayta o'zlashtirish. Pastiga sana. Bu yerga bo'lsa o'qituvchining o'qituvdan keyin chiziqcha, pastda chining mana o'zidek qilib qo'ya qolamiz. Enter. Imzosi. Ch kattada bo'lib qoldi bizda. Отменить. Kafedra. Mudirining imzosi. Tepa qismini to'ldirib oldik. Endi umumiy pedagogika so'zi bor ekan. Jirnini o'chirib qo'yamiz endi. Pedagogika. Va ikkinchi ustunda ism familiyalar yozilgan ekan. Jirni. Hop, Jumaniyozova. Muhayyo. Tojiyevna. Soat so'z joyiga 2 soni. Va bizda pastda yana so'zlar bor ekan. Pastiga kategoriyani kattalashtirib olishimiz kerak ekan. Mana jadvalni qator chiziqlarning ustiga mishkani qo'yadigan bo'lsak, tepaga va pastga strelka bo'lib qoldi. Shu holatda bosib turib tortadigan bo'lsak, mana kattalashdi. Mana endi kerakli so'zlarimizni yozib olishimiz mumkin. Tili o'rganilayotgan mamlakatlar adabiyoti
so'zini qo'yib oldik. Sadullayeva Nazokat Quvondik qizi. Mana. Mana endi sanalar yozilgan ekan. 2023 chiziqcha 11 chiziqcha 03 sanasi va bu yoqqa 2 soni yozilgan ekan. Endi galdagi maqsadimiz so'zlarni tartibi bilan o'zida joylashtirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, birinchi navbatda mana bu jирный shriftlar tanlab qo'yilgan ekan. Bularni belgilab, jирный funksiyasini o'chirib qo'yamiz oddiy holatga va butun jadvalni belgilab olamiz. Matnlarimiz ko'rib turganingizdek kataklarning o'rtasida yozilgan. Biz ham o'rtaga tushirib olishimiz kerak. Belgilagandan keyin maket menyusiga o'tamiz. Maket menyusiga o'tganimizdan keyin mana выравнение qismida bizada mana bu so'zlarni yurg'izishingiz mumkin. Chapga, o'rtaga, o'ngga, mana sentrga qo'ymoqchi bo'lsangiz, jadvalni sentrga so'zlarni joylashtirib beradi. Mana ko'rib turganingizdek so'zlarni markazga joylashtirib oldik. Demak, ahamiyat bersanglar, xuddi o'zidek joylashtirib chiqdik. Faqatgina sana sal boshqacha holatda turgan ekan. Demak, mana bu ustunni sal surishimiz kerak. Ustun chizig'ining ustiga mishkani qo'yadigan bo'lsak, mana chapga va o'ngga strelka holatiga o'zgardi. Shu holatda bosib turib, mana o'ng tomonga suraman. Mana. Va mana bu jирный deb yozilgan ekan. Busini belgilab, glavniydan jni ustiga bosib qo'yishim mumkin. Jирный holatga keltirib oldim. Mana. Demak, kerakli ko'rinishga keltirib oldik jadvalimizni. Endi galdagi maqsad pastidagi so'zlarni kiritib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana pastdagi so'zlarni kiritish uchun pastga mishkani qo'yib 2 marta bosamiz va abzasdan berilgan vaqt. Demak, berilgan vaqt qo'shtirnoq ochamiz 11, qo'shtirnoqni yopamiz. Noyabr 2023 yil. Mana endi o'ng tomonidan yana kattaroq joy tashlashim kerak. Tab tugmasi bilan joy tashlaydigan bo'lsanglar, mana katta joy tashlaydi. Muddat so'zini qo'yamiz. Past chiziqcha bilan chizib, past chiziqcha chizishdan oldin bitta ish qilib ketishimiz kerak. Mana bu yerda подчеркнутый degan ko'rinish bor, ya'ni matnlarni tagiga chizish. Shu funksiyani yoqib qo'yamiz. Mana va shift bilan minusni bosib past chiziqcha 5 sonini qo'yib, ya'ni shift bilan minus bosib chizib qo'yamiz va kun so'zini yozib qo'yamiz. Ya'ni kundan oldin buni o'chirib qo'yamiz. Mana endi kun so'zini yozib qo'yamiz. Demak, bu qismini tayyorlab oldik va enter tugmasini bosamiz. Tab bilan joy tashlaymiz. Tab tugmasi bilan fakultet dekan so'zini qo'yishimiz kerak ekan. Fakultet dekan. Va yana tab tugmasi bilan joy tashlaydigan bo'lsak, mana tekst to'g'risiga borib to'xtaydi. Albatta, shuning uchun shu tugma qulay. Ergasheva. Dekan o'rinbosari. Mallayev. Guruh tyutori shunchaki chiziq chizib qo'yishimiz kerak ekan. Mana endi bizaga 11 degan joydan boshlab belgilab jирныйni yoqib qo'yamiz. Mana jирный holatga keltirib qo'ydik. Demak, jadvalimiz tayyor bo'ldi. Mana endi to'liq holatda ko'rishingiz mumkin. Osonlik bilan istalgan jadvallarni, hujjatlarni Wordda tayyorlab olishingiz mumkin bo'ladi. Bundan ham qiziqroq darslarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, kanalimizdan uzoqlashmang.